Assalomu alaykum. 52-blogimizda UZDP haqida gaplashamiz. Ya'ni устройство защиты дуго перенапряжения. Ya'ni dugodan, ya'ni kichik chaqmoqlardan himoya qilish uskunasi. Biz bu uskunani 20 amperligini olib keldik. Ya'ni xonadonlar uchun foydalanish uchun juda qulay bo'lgan C kategoriyalisi 6000 amperlik UZDP olib keldik. Bu nima vazifa bajaradi? Ayrim vaqtlarda siz rozetkangizni teshiklari kengayib qolishi yoki bo'lmasam yoritish uskunalariga kabellarni tarqatganingizda kabellarda ulangan joyda qisqa tashuvlar bo'lib turib, kabellar erib bir-biriga yopishib, yong'in chiqqan joylar juda ko'p. Ayrim paytda rozetkalarda o'zida ham yaxshi vilkalar suqilmasligi yo kabellarda lat yeyishini oqibatida uskunalarda o'zini iste'moli ortib ketgan paytda ham kabellar orasida kichik chaqmoqlar hosil bo'lib turib, yonib ketish ehtimoli bor. Bunday vaqtda esa avtomat yoki relay напряжение sizni uskunangizni yoki bo'lmasam xonadoningizni himoya qilib bermaydi. Ko'p holatlarda ko'rganmiz, rozetkadan o'sha vilkalarni kengayib qolish natijasida vilka suqilgan joydan yonib ketib, uylar yonib ketgan joylari yoki bo'lmasam yoritish qurilmalariga kabellarda ulangan joydan iskira chiqib yonib ketgan joylar ko'p bo'ladi. Bularning himoyasi uchun esa bu ko'rsatgan uskunamiz himoya qila oladi. Biz buni nima uchun tanlaganmiz? Ya'ni toki vositchasi 6000 amper S20 kategoriyali, ya'ni xonadonlar uchun qo'ysak bo'ladi, bemalol. Bu ham avtomat vazifasini bajaradi, ham duga, ya'ni o'sha kichik chaqmoqlar hosil bo'lganda o'chiradi. Keyin buni biz gruppaga qo'yish uchun emas, alohida har bitta iste'molchini o'ziga, podgruppalarga qo'yish uchun mo'ljallab olib keldikki, 63 amperli qo'yib qo'ysak, avtomat UZDPni tashlayverib yoki bo'lmasam uskunalarda turli xil ko'pda bir xil uskunalar ishga tushganda ham ayrim kichik chaqmoqlar qo'shilib katta bo'lib turib, bu uskuna yolg'on tashlab yuborishi ham mumkinligi uchun biz alohida masalan shitlarni bo'lganimizda shitlar uchun qo'ygani olib keldik. Bunda ham avtomat, ham o'sha aytganimizdek UZDP bo'ladi. Bitta shuni qo'yish orqali siz ham avtomatga ega bo'lasiz, ham chaqmoq, ya'ni kichik o'sha dugolardan himoyaga ega bo'lasiz. Hozirgi vaqtda xonadonlarimizda uskunalarimiz ko'pligi, rozetkalarimiz soni ko'pligi bois bu uskuna juda muhim va kerakli uskuna deb bilaman. Aytib o'tganimdek, bu ham avtomat, ham UZDP bo'lganligi bois agarda chaqmoqdan tashlasa bilamanmi deyish mumkin. Mana bu yerda ko'rsatilib o'tilgan. Agarda avtomatdan tashlasa, ya'ni qisqa tashuv yoki nagruskadan tashlaydigan bo'lsa, qizil tugmani o'zi tashlaydi. Agarda sizda duga bo'lib, ya'ni qaysidir rozetkangizda yo simingizda shunday kichik chaqmoqlar paydo bo'lib, qisqa tashuvlar sodir bo'layotgan bo'lsa, birgalikda tashlaydi mana. Bundan bilasizki, siz nagruskadan emas yoki qisqa tashuvdan emas, dugalardan tashlaganini bilasiz. Bu esa sizga aniq tashxis qo'yishingiz va keyinchalik nima ish qilishingizni aniqlab beradi. Agar sizga bunday uskunani yanada ko'proq ma'lumot va qayerdan sotib olishni xohlasangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yana qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Xayr, salomat.